Qarindoshlar, biz Madinada hozir mana bu tarafda 100-200 metr chiqar uzog'i Ravza, payg'ambarimizni haramlari. Bu tarafda Jannatul Boqiy, mazor. Sabadiya mobilda Arqamda turgan masjidda bugun namoz o'qidik. Necha rakat namoz o'qidik. Har namozdan keyin janoza namozi o'qildi. Janoza namozi. Bu insonlar jannatli insonlar ekan. Madinaga, Ka'baga ziyoratga chiqqan insonlari qaysi biri shu ziyoratda vafot etsa, ya Jannatul Boqiy mazoriga olib kelib ko'maydilar. Man endi qaysi masjiddagi buncha yaqin? Sizlarga bu savol. Keyin ikkinchisi, kimki istamadi mana shu Jannatul Boqiy mazoriga, Jannatul Boqiy mazoridan joy olishi. Kim Jannatul Boqiy mazoriga tushgan insonlar u dunyoda ancha narsalari va'da qilib ketganlar, payg'ambarimiz qilib ketgan ekanlar. YouTube'ga yozsalar chuqurroq tushuntirib o'tadilar. Jannatul Boqiy to'g'risida shunaqa videolar bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Sho'liga qarang bari. Kimki istamadi mana shu yerlarda ziyorat qilib yurishi. Inshaalloh hamma nasib qilsin.